Assalamualaikum ikrarlık ezikromenler. Keşfullah hayırlık olsun. Ben Adil Arıgur. Uygur Tatbikat İnstitutundan hemmanlarga selam yollayın. Her haftada bir kıtam ötküzüp kılatkan Halkara Hazretleri Gün Tertibname programımıza hoş geldiniz. Biz bugünkü programımızda İstanbul Cumhuriyetçilik Dolmabahçe Sarayı'da ötküzülgen Rusya-Ukrayna tinchlik görüşmesi müzakere hakkında analiz yaparız. Hemenlar ma'lum bo'lgandek, Rossiya-Ukrayna o'rtasida bu muzokaralar 3-chi qatim o'tkazilgan bo'ldi. Birinchi qatimligi urush yuz berib, to'qinish yuz berib 5 kun o'tgandan keyin o'tkazildi. Ikkinchi qatimliq tinchlik muzokara bo'lsa 4-martda o'tkazildi. Uchinchi qatimliq bo'lsa, ya'ni Turkiyada o'tkazildi. Biz bugungi programmamizda nima uchun Turkiyada o'tkazildi tinchlik muzokaralari, nima uchun Xitoyda o'tkazilmaydi degan masalani analiz qilishimiz. Ma'lum bu qatimqi tinchlik muzokarada Ukraina taraflari aniq, Rossiya taraflari aniq bo'ldi. Mesela Ukraina taraflaridan birisi nayda diqqat tortdi. Biz bir hamiy davlat taraf qilamiz. Agar Ukraina bir boshqa davlatning hujumiga uchrasa, 3 kun ichida hamiy davlatlar bilan darhol muzokara o'tkazamiz. Agar muzokara ish chiqarmaydigan bo'lib qolsa, tabiiy holda bizga hamiy davlatlar ya asker urush qurollar qilyapti. Agar hamiy davlatlar ichida bu Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi Rossiyaning sirtidagi 4 doimiy heyet davlat bor. Xitoy, Angliya, Fransiya, Amerika. Bularning sirtida Kanada, Germaniya, İsrail, Türkiye hamiy davlat bo'lish kerak taraf ekan talabni o'tirib qo'ydi. Boshqa talab bo'lsa, masalan, Ukrainada yabancı davlatlarninki harbiy bazalari bo'lmaydiganligini Ukraina taraf qabul qildi. Yani biz Donbass'ın salayetini Putin bilan Zelenskiy ayrı muzokara qilib belgilaydi. 4-chi Qrimninki salayetini biz muzokara orqali hal qilaylik. Bu muzokarani balkim 15 yilgacha kengaytirib bekitsak bo'ladi degan talab bor. Yana bir talabi İstanbul, yani İstanbul'dagi tinchlik muzokaradan keyin rahbarlar kurashsi bo'ldi degan fikrga keldi. Albatta Rossiyaning nurg'un talablari bor. Eng chong talablardan birisi Donbass'ın salayetini urushdan keyin bekitish degan talab bor. Ondan keyin butun Ukrainadagi chet elninki harbiy bazalari chuqum chiqitish kerak. Qrimninki salohiyatini Qrim xalq o'zi bilet tashlab belgilaydi deganlar bo'ldi. Ma'lum oldi bilan bu muzokara nima uchun Xitoyda emas yoki Yevropa ittifoqidagi yoki Amerika yoki cho'ng davlatlar emas, balki Turkiyada o'tkazildi. Turkiyadagi o'tkazishninki sizin ma'nosi yoki sababi qaysilar? Başka garip devletlerde ötküzüş için Rusya ulağı işiniş lazım. Bu Rusya'nınki işini pidadigan devletler yok hem de garipte. Başka Türkiye'ni tanıgan oldu. Misalga Xitay Rusya bile yakın. Ama Xitay'nınki pozisiyası devamlı müstakil bir devletke, ilgilik hukuku boğan bir devletke hücum kılıç doğru emez ama Rusya'nın nimege Ukrayna'ga hücum kılışı o Amerika ve NATO'nun ki günahı deb aynak iki xil gaplarni qilgandan keyin hamda onunga bek ishini ketishmi biroz qiyin hamda. İkincisi Xitoyma qo'pib men shu shunday yig'inni o'rlashtirman degan gapni demadi. Bo'lmasa shu xalqaro tezchilar Xitoyningki tashqi ishlar ministrligining so'zchisidan so'rgan bo'lmasa. Ama Xitoy bu gapga qichib javob beryapti. Şununla bu Xitoyga qanchalik ishimiz olma biraz qiyin deb o'ylagan bo'lsa kerak Ruslar. Ama Türkiye'ninki alayidligi bo'lsa, mushu rayonninki bir devlet, bundan başka hem Rusya hem Ukrayna bilan o'xshash saviyada munosabatlarni ilib borgan bir devlet hem de bu G'arb devletlerinki Rusya'ga ilib borgan embargoga qitilmadi. Bunda olganda hem de şu nime biraz Türkiye biraz muvaffak yani Türkiye mi özü en başta talep kılgan hem de. Türkiye mi özününki bazı menfaatlerini oylaydı hem de. Hem de jeopolitik cihette bu Georgia bile Ukrayna eğer de Rusların koluna çıkıp gelse o vaxtıda Türkler mi şu Ruslar bile yüz yüze kaldığını dedi. Şununla bu iki devlet, Türkiye Rusya'nın arasında tampon devlet. Bu tampon devlet buluşu Türkiye'ninki xavfsizliğinin
qo'g'dangan shekli bo'ldi. Bu jeopolitik jihatdan. Ondan boshqa Rusiyadan va Ukrainadan shu Turkiyaga kelgan turistlar soni yamanchiq. Yani ikisini qo'shgan taqdirda 5 milyondek turistlar keladi har yozda. Bu ikisi urushib qolsa, bu 5 milyon odam kelmaydi Turkiyaga. Shuning Turkiya bununla aralashish va shundaqla bu rayonninki rayon xarakterlik bir kuch bo'lganligini ko'rsatmoqchi. Hozirgacha Turkiya bu ishni yaxshi ilib beryapti abaqa degan manfaatlarni qo'g'dash uchun. Ama kelgusida misolga Xitoy qo'pib, men shu g'arb bilan Rusning orasini yoki men Ukraina bilan Rusning orasini yaxshilashtirman deb qo'psa, balki Rossiya unab qilish mumkin. Mana bugunlarda bu Rossiyaning tashqi ishlar ministri Lavrov Xitoyning tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishyapti. Bu masalalarni so'zlashyapti. Kelgusida belki Xitoyga kirib qilish mumkin, ammo hozirgi paytda Turkiya bu cho'ng bir rolni o'ynayapti. Ammo g'arb davlatlari, Amerika bo'lsin yoki Angliya bo'lsin, Turkiyaningki bu qilgan tirishchanligini biroz qo'llamagandek yaxshi bo'lyapti, ammo degandek ammo gapni qistirib, undan keyin bu 2-3 qatim muzokara bilan hal bo'lmaydi bu ish. Degandek aşındaq bir ifadelerini işiltiyordu. Yani bütün dünya Türkiye'ni qo'llayotidimi emas hamda. Ama Türkiye qo'lidan kelganini ve fırsatını chin tutib bu tirishchanligini ko'rsatyapti. Bu Türkiye'ni taqdir qilolmaydigan bir tirishchanlik. Sizce bu Angliya ve Amerika'nınki Rusya ve Ukrayna o'rtasidagi tinchlik muzokaralarını qo'llamaslik emas va Turkiyada o'tkazishni qo'llamas sebab zodi nimada? Aslında jang boshlangan hammat bu Angliya bo'lsin, Amerika bo'lsin, bo'libmi Angliya eng boshda bir yetakchi bir ideya va kuchni ishlatdi. Yani embargoni qanday ilib berish, Rossiya qanday bisim ishiltish, onunki Amerika bilan o'xshash nimada yo'lda qanday mengish degandek bir aktiv. Yani burunqi Angliya qargan chaqda Angliya hukumati biraz bu meselede biraz aktif ko'rinyapti dendi. Belki Angliyami shu yangi dunyoninki tuzumininki shakllanishida belki bir rol o'ynash va rolni o'ziga bir rol ilishga tirishayotgan bo'lsa kerak. Ondan boshqa bu g'arb davlatlar Rossiyaning Ukraina ishg'oliga biraz noroziligi bor. Hem de bu işini hal qilishmi, g'arbliklar hal qilish lazım. Yani Türkiye'deki devlet emaslaydigan bir tushunchami bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Bu Rusiyaningki Ukrainaga bu bisim ishitish yoki ishg'ol qilishining boshqa bir sebep var. Çünkü Avrupa Birliği ilish ve shundaqla NATO'ga a'zolik ilish meselesinde bu Avrupa devletler devamlı buludu deb ümit berib, ama hiçbir vakitte bu Ukrayna'nı Avrupa Birliği yoki NATO a'zoligiga olmadi. Shuningga bularning ichida belki bir xil mahjubiyat, yani ijarachilik bir ahvol nima o'ngshash uchun bo'lsa, yani bu ishni biz qilaylik deydigan bir o'y bo'lishi mumkin. Bundan başka biz ambargonu biz kılvazsak, iktisat yardımını biz kılvazsak Ukrayna'ga, kurallarını biz yardım kılvazsak, biz bu yerde söz sahibi bulmay Türkiye kandak bolalaydı diyendek bir düşünceme buluşmun mümkün. Şununla xil mürekkep bir sebeplerden tüpeyli, hazırca şundak bir pozisyonu gösterdi. Vallahi bu Putin'inki yoki Rossiyaning boshdan oxiri Ukrainani talab qilgan yoki urushni qo'zg'ash sabablari aniq. Ya'ni NATO'niki Ukrainaga kirmaslik yoki Ukrainani a'zo qilmasligi yoki Yevropa davlatlarininki Rossiya chegarasiga yetib kelishga qat'iy qolmaydi. Bu birinchi maqsadi deyiladi. Bizning bilishimiz. Ikkinchi maqsadi u yerdagi Rossiyaniki ta'sir doirasini texnik kengaytirish va boshqa sabablar bor. Putin hozirgacha bu maqsadga yetgani yo'q. Ma'lum jihatdan yetgani yo'q.
Ama bu şarayette Putin Rusya Ukrayna'nın tinchlik müzakerelerini nima uchun xohlaydi? Köpünce zamanlarda şu müzakere degan mesele bir taktik yoki vakit kazanmak degandek bir taktiklarninki rolini o'ynagan. Misalga şu Arap bilan İsrail urushini deylik. Bu ne çıkıttım bu Araplarınki meyli insan gücü, harbiy gücü olsun, san jettim olsun, kural jettim olsun. İsrail'den güçlü. İsrail yeni devletini kurup, tehi nime kurallarını tehi sistemlik halıga eklemeyen. O kurgan erbiysi mi tehi da talim terbiyeden yaxşı ötken mi emez. Bu Araplarınki biraz yaxşırak demdi. Ama can başlagandan keyin nurgun cesetler toşap gitti. Bu cesetlerini toplaş için vaqtincha bir top tutuş deb talab qildi. Çünkü Yahudilarni hammamiz bilamiz cesetninki bütün parçalarını hammani tepish lazım. Shunday qilib yurib vaqtni kazandı angacha bu Avrupa'da, Amerika'daki Yahudiler İsrail'e nurgun kurallarını eklendi, nurgun askerler, başka devletlerde harbiy bo'lib bakan adamlar hammasi keldi. Bundan kim bu remotechilar. Çünkü bularninki tankları, topları tolup buzulup kaladı. Hemen şu bir zaman kazanışı bilan bunu hal kılalıdı. Şununla ne çıkıtım İsrail bilan Araplar urushsimi, bazı meydanda yengvasimi umumiy jihatda İsrailni yengamadi. Bunga o'xshash yana zaman kazanmadi. Misalga Kore urushi deylik. 1951'den 53'e bo'lgan Kore urushimi bir yildan keyin o'tirib muzokara qilaylik deb o'tagan tarafda. Ama bir yil, 2 yil, 20 yildek devam qildi. Yani bir jihatdan urvatıdı, bir jihatdan yana muzokara qilyapti. Hem de müzakereye oturuş için sende bir güç buluş lazım, kozur buluş lazım. Bu kozurunu köpüncü zamanda savaş meydanında tapkılı oldu. Sen eğer de şikal kılgan bolsan, nurgun yerlerini ağan bolsan, sen bu güç bile anında talep kılalaysa karşındakini. Misalga Rusya, Ukrayna'ga sen şu NATO azası olmaysa, şunu asas kanunu yazsa de. Asas kanununa yazış için bu meclis içiliş lazım. Tinçlik buluş lazım. Hemenle o asas kanunu yazılmaydı. Şununla bu Zelenskiy mi, Ukrayna'nın devlet başlığı mı davadıdı. Bunu halkımızın rayına seriş lazım davadıdı. Misalga deydi, sizler şu nime tarafsız devlet bulunlar deydi. Tarafsız devlet buluş için mi bunun meclisten karar veriş lazım. Çünkü bu devletinki takdirini alakadar kılgan bir mesele bu başka. Ondan sonra Donbas'ını birse, Kırım'ını, hazırki mevcudiyetini tunuysa deydi. Hazırki mevcudiyet hem de Rusya'ya yakındıdır. Bu ahval öz vaxtida xuddi Tashqi Moğolistan'ni Xitoydan ilib olgandek. Bu nima shundoq degan? Ya'ni Tashqi Moğolistan'ning mevjudiyetini tunuysadir. Xitoylar deydi, Tashqi Moğolistan'ning mevjudiyeti shu Xitoyga beqingan deydi. Ruslar deydi, sizlar bilmamsizlar, bular 1911'ning oxirlarida mustaqilligini e'lon qilgandi. Oxiri shundan bilan Sharq Turkistonninki bu Sharq Turkiston Cumhuriyetiga qo'llamaslik, Komünist Partiyani qo'llamaslik bilan bu Tashqi Moğolistan'ni aldı. Şu vaqtda mı yani Tashqi Moğolistan'da Mongollarga yani ray silish bilan birlikte Cumhuriyetni e'lon qildi, yani mustaqildi. Hozir mı şu Donbas'da mı shuni qilmoqchi? Hozir shu ko'rinyapti. Fakat biz necha kundan beri bir aydan ishib ketdik. Rusya'nın Ukrayna'daki jang yaxshi ketib qolmayapti. Nurg'un janglar shu cho'ng janglar ya da taqabul turalaydigan janglar deylik bir-birisiga. O şu 40 necha kun davom qiladi. Fakat taqabul turamaydiganlar şu bir qancha soatda tugash mumkin.
Misalga Ruslar 2008'de Georgia kirgan chog'dimi o'qinib qolsa Ruslarning tanklari ko'chada haydab yurgan yani. Misalga Saddammi mushu Covidni bir haftaning ichida hal qilyapmiz. Degandek, yani aciz olsa aynen oldu. Çin olsa hem de şu 40 neçe gün. Afganistan'da mı 40 gün aldı. 2001'de. Irak'ta mı şu 44 günde aldı. Misalga 2. Dünya Uruşu'nda şu Hitler mi Fransa'nın mı şu bir aydan çıkarak bir vakti aldı. Şununla bir aydan keyinla bir jangdan ki nege bir to'xtaydiganligini qisman bo'lsa yani bir kısım bo'lsa yani mo'ljalligil bo'ldi. Hazırki ahval qargan chog'da bu Rusiyaning mushu janubdan, sharqdan va shimoldan 3 tarafdan hujum qilib kirib Ukrainaga. Oxiri mushu nimada Kiyevda tepishish. Ama shimoldagilar baldur kirib qilib Mavu sharq tarafdagilar to'saqlikqa uchrab qilib, yani çünkü qattiq janglar bo'lyapti sharq tarafda. Yani Donbas degan rayonlarda. Janub tarafda yaman Çin qarşılıq beryapti bu Ukraynalılar. Şununla hazırki paytda yani 3 tarafdan hammasi hujum qilib, mushu Kiyevga kelishi hazır bo'lmaydigan bir ahvol ko'rinadi. Şunun Ruslar biz birinchi qadamdagi maqsadimizga erishdik deydi. Nimaga erishganligini bilmaymiz endi. Belki şu Ukrayna'daki nurg'un şehirlerini hammani şu xarobiga aylantirib, nurg'un insanlarni öldürüş mü bu? Birinci basqıç nişanı. Onu mu bilemedik ama biz tahmin kılalayımız. Şu bütün Ukrayna'nı almakçıdı. Alamıdız. Alamıgandan keyin hiç olmasa Şark rayonu bo'lgan Donbas rayonuna ilib olayli degan bir koyda bo'lishi mümkün. Hem de budaqi jangda Ruslar harbiy jihatdan nurg'un xatolarni qilganlarini ko'ryapmiz. Nurg'un kamchiliklar, chaliliqni ko'ryapmiz. Bu qatimki jangninki beshida aslında Rusiyanınki bir hazırki genel kurmay başlığı var. Şu başvuruş gerekti. O adam hiç oturup yok. Onundaki 5-6 general öldürülüp oldu. Onundaki şu Kiev'e, şimaldan Kiev'e gelgen o yolda nime maşın, tanklar, zırhlı maşınlar hemmisi aşağıda tuzlu kaldı. O Krem'e aşında turup kaldı. Onundaki vaktini kaçırdı. Çünkü Ukrayna degen bir rayon tüz yala bek köpçü, tüz yala bek köp. Onundaki şu Ukrayna'nın şimaldan tövenge yani cenepge, denizge kırça bağlanan bir çoğun bir derya var. Bu deryanınki kolları var, o deryanınki suyu Ukrayna'nın iki tarafının zeminlerini yani topraklarını naiti nimdeyimiz. Şununla bu Ukrayna'da açlık bek isir bulundu. Ama toprakları biraz yumuşak bulundu. Şununla bu kışta kar yığıp hazır mana kar iğriydiğen vakti. Bundan vakti da Rusya'nınki maşinisi deyimiz, zırhlı maşinisi deyimiz, tankla deyimiz patkaklıkta hem de menişi kıyın. Hem de askerlerin ama bunda patkaklıkta menişi kıyın. Bu herhalde Xitay'nınki olimpiyatı tüksün, onundan keyin hücum kılaylı da vaktini kaçırılan oluş mümkün. Hem de şu 3. aydan evvel igenleydiğen yerden igenliş lazımdı, kılamadı. Yazını kütüş lazım toprak kuruş için. Yani qaysi jetden qarsa, harbiy jetden bir çalılık var. Şununla bu Rusya'nınki misalıga mutafiye ministri harbiy emas bu. O bir zavodning işçisinden yükselip kelgan bir adam. Hazırki bu genel kurmay başlığı şu harbiy maktabda, harbiy üniversitede tutilgan. Hem de şu 2008'den beri Rusya'ya komple uruş, yani xil janglarni birlikte ilip yurish. Misalga hazırki elektronik deymiz, dijital deymiz, hazırki teknolojini işletish, tank deymiz, arplan deymiz, ondan keyin bu roket deymiz, hammasi bir-birisiyle maslashib jangni qilish
kerak deydi. Bununki nazariya qaraydigan bo'lsak, Ukrainani yani 10 kunning ichida hal qilib o'tish lozimdir Rossiya. Uni qilolmadi. Qurollarninki ba'zilari qo'ni bo'lganligini ko'rdi. Mushunda bir kamchilik va chaliliqda Rossiya hamda mushu muzokara ustalda hamda nimani alalaydi degan masala bor. Hamda Ukrainani butunni ilish hamda hozirgi paytda ko'rinmayapti. Shuning uchun shu Donbass rayoni alayli u yerda nurg'un Rossiyani xohlaydigan Ruslar tarafdan deganda Ruslar Ukraina tarafdan deganda Ruscha gap qiladigan xalqlar bularmi bor Ruslarga yardım qiladi. Ashani alayli butun harbiy kuchni ashaga jig'ayli degandek bir siyosatni qilyapti. Demak ki bundan keyingi muzokaralarda mushu Donbass rayonini ayirib olish, hatta belki Ruslar mushu Abaqman degan Ukrainaning o'ttirdan shimoldan janubga oqqan cho'ng daryoni chegara qilib ko'rib, belki Ukrainani ikkiga bo'lishi mumkin. Sharq tarafi Rossiyaga, shimol tarafi hozirgi Ukraina. Ama Qora dengizda mushu Odessa degan rayonlarni, ya'ni dengizga bog'langan rayonlarni agarda alamay qolsa Rossiya, u vaqtida bu Ukraina yana dengiz yo'lini o'chib qoladi. Yanada Ukraina Qora dengizning bir davlati bo'ldi. Qora dengiz atrofidagi har qanday hamkorliklar, mayli harbiy bo'lsin, tijorat bo'lsin, iqtisod bo'lsin, texnologiya bo'lsin, bularni qila oladigan bir imkonlar bor. Shuningga Rossiya hozir nimani talab qilyapti? Jangda nimani nishon qilyapti? Jangdagi nishondan huzur paydo qilib, muzokarada nimani olmoqchi deganni o'ylaymiz hamda. Abaqman degandek ojiz emas-da, chaliliq bir harbiy operasyon bu. Shuningga nimada ustalda jiq narsa olalaydigandekmi emas. Ya'ni Rus Ukrainani hammasini olalaydigan bir hali yo'q. Ukrainani tarafsiz qilishi, Ukrainani qurolsizlashtirishi degandek o ishlar biroz qiyin ko'rinyapti. Bag'an siramdi. G'arbninki ambargosi bor, G'arbninki Ukrainaga qurol berishi bor. Gerçi bular Ukrainanınki kutganchilik bo'lmasa, yanada biroz bor. Yani yig'ib kelgan chaqda bu texi muzokaralarning boshlanishi deb o'ylayman. Belki bir necha muzokaralar bo'lishi mumkin. Belki Rossiya bu jangni to'liq tutamaydiganligini bilganda, belki o'zlari o'tirib chiqmasa, belki Xitoyni ishga selishi mumkin. Xitoy buni ustiga olmamdi. Chunki Xitoy davomli bu mas'uliyatni olmaydigan bir odati bor. Chunki u mas'uliyatni olgandan keyin nurg'un ishiga pishtiradigan ishlar bo'ladi. Shuningga hozircha ya'ni mushu Rossiya butunlay mushu Ukrainani olamadi, hamda oldigan tarafni olmoqchi, muzokara hamda mushu nuqtada davom qiladi deb o'ylayman. Ama bugün Rossiya Cuma günüdeki o görüşte her iki taraf, yani Ukrayna ve Rusya her iki taraf ümitlik bir görüşüş oldu dedi. Ama bugün Rusya kopup Kremlin deydi, onundan hiçbir netice çıkmadı. Yani Rusya tinvaldı diyen yapı. Demek ki Rusya başka bir nimini planlayotgan bo'lsa kerak deb o'ylayman, ama Ruslar devamlı xalqlarni shunda beshini qaymoqtiradigan ishlarni qila oladi. Misolga, ertasi Ukrainaga hujum qilmoqchi, bugun deydi bizningki harbiylar manevrani tugatib qaytyapti deydi. Gerçi Amerikaliklar dedi, qaytgani yo'q, tam aksine aşağıya yig'ilib mangmayapti chegarada deb deyapti. Shuningga Ruslarninki her degan gapini necha bir o'ylab, necha bir o'lchab, bundan qaror berish lozim deb o'ylayman. Alın bu Rusya Ukrayna urushi partilagandan beri Xitoy izchil siz degandek yumloq davulda qilib turadi. Birdan bu tarafda, birdan bu tarafda aniq emas pozitsiyani. Yani bir aniqsizlik, bir taktik siyosatga ilib turadi desak ham bo'ladi. Hatto bu muzokara boshlanganidan itibaren yana siz degandek ya qechilib, yoki boshqa bir bayonot berib,
yoki buning sababini NATO yoki Amerika ittirib qo'yib degandek mas'uliyatni qilishadi. Biz bunda faraz qilsak, Rossiya Ukraina o'rtasidagi muzokaralar har xil sabablar tufayli uzrab ketdi. Mush uzrash bo'lgan jarayonda Xitoylar deydi. Xitoy hukumati qanday bir rol o'ynashi mumkin? Yani ta'sir qilish nuqtasidan demoqchiman. Aslında bu jang Xitoyni xohlamaydi. Çünkü Xitoy misaliga Ukrainada nurg'un bir yerni kiralab, açlık ishlab chiqaryapti. Ondan keyin shu nimadan Ukrainadan nurg'un shu qo'noq, buğday import qilyapti. Eng muhimi aslında shu keyingi 30 yildan beri Ukrainaningki injenerlarni nurg'unini Xitoyga chaqirib ve bazı shu qurolning motori deymiz, bundan keyin murakkab ba'zi ishlar bor. Shu Ukrainaningki injener ve ularning ishchisi qilib oldi. Shuningga bu Xitoy Ukraina bilan bir yaqinligi bor aslında. Bundan başqa Xitoy shu yangi İpek yo'li, quruqlik yo'lidagi muhim bir devlet deb ko'rdi Ukraina. Yani Türkiye olsun, Ukraina olsun, Rusya olsun. Ukraina Xitoyning arasındaki bu Ukraina bilan Rusya'nın arasındaki bu jang Xitoyningki shu İpek yo'li stratejiyasiga ziyon keldi. Shuningga jangning chaqqan tugishini kutdi. Hem de Rusya bunu alaman dese chaqaroqmi olsin deydigan o'ymi bor. Çünkü Xitoy qaysi hokimiyat kelsin muhim emas. Ama mening ular hamkorlik qila oladigan bir hokimiyat bo'lsa mayli deydi. Shunday qaraydi. Shuningga Ukraina Rossiyaga o'tib ketsa mayli chaqaroq tugsin deydigan tarafdandir. Agarda uzib ketsa Xitoyningki bu hozir degan yangi İpek yo'li strategiyasi albatta bir to'saqliqlar yoki xatarlikka uchraydi. Bunun için bu Ukrayna'nın meselesinden tüpeyli bütün dünyanınki iktisadi ve pul muamelesi sistemine ziyan keliyordu. Çünkü ambargona koygandan keyin siyasi, diplomasi, harbiy, pul muamelesi degandek her cihetten bir ambargo var. Bu ambargonu koygan devletlerime ziyan tabi. Bütün dünyanınki mallarının bazı ösep gidiyor. Enflasyonlar peyda oldu. Uzağan sırı. Ondan keyin əbəqə mən deyən bu pul muamele sistemi ambargo koyğanken Rusya'ya öz ara bir sistemle şekillendiriş lazım. Rus'ne kayırı koyuş. Çünkü Ruslar deydi şu rubli bile alısa deydi. Bu haklarda rubli yok. Hem de rubli iliş için yani Rusya bile ticaret kılış lazım. Mesela Ruslar Germanya'dan bir mal aldı. Ruslar rubli verdi. Onun için Germanlar da rubli buldu. O rubli bile hem de tabii gaz aldı. Bu sistemler bozuldu hem de. Bozulgan yerge hem de toluklaş lazım. Eğer de uzayıp gelse Rusya'dan şu tabii gaz ve neft iliş kıyım buldu. Bunun için nereden iliş lazım? Mesela otur şarttan Amerika'dan iliş lazım. Ama Amerika'nın Avrupa devletleri bile olan bu enerji münasebetleri koyuk emas. Koyuk emas bu başka, onunki asas kuruluşlar teyya emas diyenler. Yani qanday satımız, qanday yütkeyimiz, qanday toşuyumuz diyen nurg'un meseleler var. Belki Rusya'dan kıymet mi toplab qilish mümkün. Şununla bu hamma sistemler buzulgan keyin Xitoy mı xalqaro bilan bo'lgan tijoriy pul muomalasi energiya degandek shu munosabatlarga bir xil nimaga to'saqliqqa yoki to'sliq qilishiga sebep bo'lishi mumkin. Dünya bozori bu mal bahası o'sib ketgandan keyin insonlar aldirab pul xərcləməydigan bo'ldi. Yani bir navada bir kriz chiqib qolsa pul lazım bo'ldi deb xərcləməydi. Xərcləməyəndən keyin dünyanın iqtisadımı burunqidek iqtisadının çaqımı burunqidek tez manmaydı. Bu ahval Xitoyningki dünya bilan bo'lgan ticareti ve iqtisadi hamkorligini astılaştırıp qo'ydi. Ticaretde tabovatimi azaydi. Bo'libmi shu
Amerika bilan 600 milyar dollarlik ticareti var Xitoyning. Bu umumiy sum, ya'ni taraflarni ko'ramiz. Yevropa Birligi bilan 700 milyar jiq bor. Agarda shu uzib ketsa, g'arbliklar, Amerika va yevropaliklar Xitoyni shu Rossiyaga yardım qildin yoki uningga beqindin yoki bir narsalarni deb munosabatlar yirik bo'lib qolsa, hozirgi degan tijorat sumig'imi ziyon keldi. Putinninki bundaq jangni tutamasligi Xi Jinpingni biroz rahatsız qildi. Qaysi chetdan deganda Xitoy teki endi Amerikaga taqabul turib, o'zini bunda cho'ng yerdan ko'rib, menga hurmat qilishlar, menga ta'zim qilishlar deyotgan vaqtida Putinninki uftirib yetishi, uzib ketishi ba'zlashtirib qo'ydi-ku voqealarni, taraqqiyotlarni. Xi Jinpingning Tayvanninki planlari hammasi biroz asqilishib qoladi. Shuningga bu uzagan siri Xitoy uchun foydali emas. Ham diplomasiya jihatdan, siyosiy jihatdan, tijorat jihatdan, energiya jihatdan bu hammasi Xitoyga biroz ziyon keldi. Ammo Xitoyninki soladigan mablag'lar bo'lg'achqa, niyada bo'lmasa boshqa yerda qila olmayman deydigan bir tanlash imkoni bor. Misolga Afrika deymiz, Latin Amerika deymiz. Bu yerga yashash mümkün. Zaten bazı devletlerle yakın bu. Şununla Xitoy valdurak bir tügse bu can. Onun degen Ukrayna'nınki yeniden kuruluş silinişe mecbur. Çünkü şehirde hem de bir harabeye aylandırıyor. Bu yerge bina siliş lazım, asas kuruluşlarına siliş lazım. Xitoydaydı, men de imkan var, men kileydeydim. Şununla bu uzayıp gelse Xitoy hozirgi men degan planımı qılamay qoldi. Uzugan siri G'arb bilan Sharqninki arasındaki o o'chmanlik demaydi, so'q jangdagi bo'lgan bir-biriga ishonmasliklar bag'an siri kuchlanadi. Hozir ikkinchi so'q jang boshlanadi deydi bu. Şu bu ishonmaslik bir-biriga bo'lgan o'chmanlikdek bir ahvol Xitoyninki iqtisodiga cho'ng ziyon keldi. Chunki Xitoy iqtisodiy taraqqiyotni shu dunyo bozorida tepadi. Dunyo bozori uningga yor bermagan taqdirda Xitoy uningki bu yerda bir ziyon tortadi. Ammo bir yo'lni izlashga tirishadi deb o'ylayman Xitoyni. Malum bu yakın zaman tarih qaraydigan bo'lsak, mayli ikkinchi dunyo urushidan keyin ondan keyin bu Varshava paket shartnomasi deymiz. Hammasi amaliyotda urushdan chiqqandan keyin dunyo so'pisini jonlantirish uchun dunyoning haqiqatan tinchlikka ehtiyoji borligini, tinchlik bo'lganda iqtisodning taraqqiy qilganligini, nimaninki savdoning taraqqiy qilganligini isbotlaydigan nurg'un siyosatlar o'ttirib chiqdi. Hatto bu Xitoy bilan Yaponiyami ikkinchi dunyo urushida bir to'qinishda jang qildi, ammo uzun o'tmaylar qo'shin davlat bo'lg'achqa tinchlikni ko'zga asosda savdo qildi. Ya'ni qancha tinchlik bo'lsa, aminlashsa, amaliyotda savdo iqtisodni shuncha gullangan. Siz degandek Xitoydagi butun foydani savdo va iqtisodni tepayotgan bo'lgandan keyin har vaqt, har zaman tinchlikka ehtiyoji bor degan gap deb o'ylasak bo'ladi endi. Aziz ko'ruvchilar, biz bugungi programmamizda İstanbul'da Ukrayna Rossiya o'tirishida o'tkazilgan tinchlik suhbatlarini ko'radigan holda muzokara va analiz etishtirdik. Hakamlarning qimmatli va cho'nqur analiz tufayli bizga ko'p rahmat. Men rahmat etaman.